Kuveytlik mashhur islom da'vatchilaridan biri mundaq deydi. Men bir kechasi uxlab o'tib tushimda payg'ambar alayhissalomni ko'ribdiman. U menga paloniga yetkazib qo'ygunki, u jannat ahlidandir degudek. U odamning ismini esimda tutib olgan holda uyg'onibdiman. Lekin men to'limi hayron qolgan edim. Men bu odamni tunimasam, uni qandoq toparman? Payg'ambar alayhissalomning amrini bajo keltirishdan ojiz kelib, ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Payg'ambar alayhissalomni tushida ko'rish amaliyotda ko'rgan bilan barobar edi. Uning amrini chuqur bajo keltirishim kerak edi. Ikkinchi kechasi payg'ambar alayhissalomni yana ko'rdim. U menga oldingi tushimdagiga o'xshash talab qo'ydi. Men u odamni payg'ambar alayhissalom deb bergan ism bo'yicha izlashga boshladim. Afsuski, butun tirishchanliklarimdan hech natija chiqmadi. Kunlar o'tmoqda edi. Bu jarayonda men payg'ambar alayhissalomga ko'p durud o'qidim. Allah'ның bu adam bilan uchrashtirishni to'liq arzu qilatdim. Kunlar yana shundoq o'taverdi. Oxiri bir kechasi tushimda payg'ambar alayhissalomni 3-chi qatim ko'rdim. Payg'ambar alayhissalom menga mundoq degudek: "Sen paloniga yetkazib qo'ygin, u jannat ahli, u paloni yerda turadi" deb adresini tafsili deb berdi. Men uyg'onibla bu muborak odamni izlash uchun safar tayyorligini boshladim. Adres bo'yicha u odamning uyini topdim. Eshikni chekdim. Eshikni odatdagi bir odam ochdi. Men uningdan tushimga asosan ism familiyasini so'radim. U kishi menga hayronlik bilan qarab, "Men siz izlagan kishi bo'laman, qani marhamat" deb o'yiga boshladi. Men u odamga ko'rgan tushlarimni so'zlab berganda, hayajondan o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Men buningdan keyin har qanday yaxshi ishni tashlamayman, davomli Allohning toatida bo'laman dedi. Men u odamdan chin turib so'radim. "Siz menga o'zingizni jannat ahlidan bo'lishga loyiq qilgan ishingizni deb bering" dedim. U odam birdan o'ylanib olgandan keyin gap boshladi. "Bo'pti, deb bersam deb beray, ammo bir shartim bor. Ismimni hech kimga demaysiz. Chunki bu ish men bilan Allohning orasidagi sir edi." Men uning shartiga qo'shildim. U so'zini davom qildi. "Mening ayol bolalari bor bir qo'shnim bor edi. Bir kuni qo'shnim o'lib ketdi. Men yetarlik maoshim bor xizmatchi edim. Qo'shnimning ayol bolalarining muhtojligi qolganini bilib, maoshimni 2ga bo'lib, ayolimga bildirmasdan, yarmini oilamga, yarmini qo'shnimning ayol bolalariga berdim. Pulni kimning berganligini bilmagudek darajada maxfiy berdim. Bu hech kim bilmaydigan sir edi. Balkim bu ishim Allohga yorg'on bo'lsa kerak." Odamning so'zlaridan bir xil samimiylik chiqib turadi. Mana endi men u odamning jannat ahli deb bishorat berilganligining sirini bilib oldim. Aslida u odam yetimlarga ega chiqqan, ham bu ishini nihoyat ixlos bilan qilgan ekan. O'zi qiyinchilik tortib qolsa-mu, maoshining yarmini maxfiy sadiq qilib, oxiri payg'ambar alayhissalomning jannat bilan xushbishorat berishiga muvaffaq bo'ldi. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Allah yo'lida pul melni sarf qilganlarning sarf qilgan narsasini yerga terib, 7 bashaq chiqargan, har boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xoligan bandasiga hassalab savob beradi. Allah'ның merhameti kengridir. Allah pul mollarini sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Pul melni Allah yo'lida sarf qildigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishgan kishilarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi." Sura Baqara 261-262 oyat.